Bir zikr haqida xabar beray. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, kim shu zikrni tong otganda bir marta aytib kech kirgungacha vafot etsa jannatga kiradi. Kim kech kirganda bir marta aytib tong otguncha vafot etsa jannatga kiradi deganlar. Deyarli hamma biladi. Payg'ambar alayhissalom aytgan zikr haqida Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdika va wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya va abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya robbal alamin. Bu saidul istig'for deyiladi. Tong yotganda bir marta ayting. Kech kirganda yotishdan oldin bir marta ayting. Inshaalloh jannatingizni ta'minlab qo'ygan bo'lasiz. Bundan oldingi zikrni eslasangiz, jahannamdan ozod qilinish haqida zikr edi. Endi bu jannatga kirishlik haqida. Payg'ambar alayhissalomdan tongi tungi zikrlarda keladi. Tavsiya qilaman o'zimizga ham, sizlarga ham.